Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana kech o'lishiga qaramasdan yana bir fayzli xonadonimizni unda mebellarini qo'yib topshirdik. Xudo xolasa mana sizlarga arzoni qilib beramiz. Assalomu alaykum. Bor bo'ling. Assalom. Ishlarni tugatib oldinglar. Xudo xolasa. Kech o'lishiga qaramasdan Xudo xolasa mana soatlarimizdan 2:19 bo'ldi. Xo'p, Bu ishlarimizga, bu xonadonimizga, bu fayzli xonadonga nima qilganimizni bilan oshxonadan boshlasak. hop bir ko'rsatib ketadigan bo'lsak, Doniyor aka, xo'p, birinchi navbatda eng zarur bo'lgan narsa oshxona. Xo'p, oshxonamiz razmerlariga keladigan bo'lsak, avvalambor bu yog'i 4 metrga, bu yog'i 4.70 joyga tanlab berganmiz. Bir chekkadan ketadigan bo'lsak, boshiga mana xolodilnik qo'yib, tepalariga shkaf qilib. Xo'p, undan keyin рабочий zona, moykasi, tepasida mana sushilkalari ham bor. Ruchkasi high-tech fasonda tayyorlangan. Yana рабочий zona. Xo'p, gazimiz bilan vichichkamiz. Ko'rsangiz mana gazimiz ham 90 lik, vichichkamiz ham 90 lik. Eng kuchligidan. 3 оборотlik. Xo'p, undan keyin bo'lsa mana final qilib, shunday mikrovalnovka va duxovkalarni joylab qo'yib tayyorlab ketganmiz. Materiallariga keladigan bo'lsak, fasad qismi akril materialdan bo'lgan, korpuslari bo'lsa 100% NDF materialdan tayyorlab berganmiz. Stolimiz ustilari заводской, столичница, rossiyskiy. Mexanizmlari eshiklarimizniki vakuum mexanizm, chekalari qalin 2 lik rezinniy pix kironka, glansviy, xudo xolasa suv o'tkazmaydi. Hop, kafelarimizni ham o'zimiz qo'yib ketganmiz. Tayda mana metrajli chiroqlari bor. Ularni ham o'zimiz polniy ulab, montajlarini o'zimiz qo'yib berganmiz. Xo'p, keyin yana ikkita savollarimiz bor. Bu ishimizda umuman misol uchun klientlar bizga remontdan oldin chaqirish kerakmi, remontdan keyinmi? Avvalambor xohishi misol bizni chaqiradimi yo boshqa ustani chaqirgan taqdirda ham birinchi navbatda remontdan oldin chaqirgani ma'qul deb o'ylayman. Chunki Doniyor aka, sababi mana misol buni remontdan oldin chaqirganmiz, kelishilingan. Hozir mana ko'rsangiz bu yerda oshiqcha bir ishimizda teshilgan, defekt bo'lgan joylari yo'q. Sababi biz o'zimiz hop, buni chizmalarni chizib, qayerga nima qo'yilishlarini klientimiz bilan kelishilingan holatda qilingani uchun shunaqa razvedkalari, chiroqni o'rnilari, kulchatorlar hammasi hop, vichichkani, gazni o'rnilari mebelni ichiga ko'rinmasdan yopilib ketgan. Bo'ylari ham mana dapatalka bo'lgan. Lampaga dorib polniy yopib tayyorlab berganmiz. Xo'p, keyin yana bu xonadonga yana nima ishlar qildik? Bu xonadonga yotoqxona mebellarini ham qilganmiz. Aka, yursangiz ularni ham bir obzorini qilib beramiz. Xo'p, Doniyor aka, yotoqxonalarimizni birinchisiga keladigan bo'lsak, bu mana hojona, hoja otalar uchun tayyorlangan 2 kishilik spalniy xonamiz bo'ladi. Xo'p, bir chekkadan ketadigan bo'lsak, mana shunday miyahki qilib, atroflarini ham miyahki qilib o'zingiz ko'rsangiz, ko'rib baho berib qo'yaverasizlar. Bir qator tepalarini ham miyahki qilib, 2 shekillarga mana svechchalarni ham qo'yib berganmiz. Matraslarimiz ham yumshoqqina, ancha yil xizmat qiladigan, 3 yildan 5 yilga qadar garantiyasi bor ortoped matraslarimiz. Xo'p, undan keyin 2 chekkada tumbichkalari. Keyin bu yerga mana shunday shkaf qilganmiz. Bu yerda mana zamonaviy yangi mexanizmdan foydalanganmiz. Shunday tushiradi-da, kiyimda shilkalarni ilib qo'yib, yana qaytarib qo'yaveradi. Bu ham vakuumni sekin tortib olaveradi. Bu yerimizda mana tortmalari bor, mayda chujalar qo'ygani. Xo'p, bundan keyin oynali polka servantga o'xshagan joyimiz. Xo'p, buni bitta narsasiga e'tibor berasizlar. Mana eshikni ochganda svet yonadi. Yopganda bo'lsa, o'z sekin o'chadi. Bu chekkalarimiz ham mana vishilka, kiyim ilish uchun vishilka joyini tayyorlab qo'yib ketganmiz. Uzun ko'ylaklar uchun. Bunisi muskoy,
u jenskiy qilib tayyorlab berganmiz. Materiallari buni ham 100% NDF materialdan, korpusga fasad qismi ham NDF materialdan bo'lgan. Bu yerlarimizga mana shunday qilib profilli oynadan yasab berganmiz. Hop, yana nimalarimiz bor? Endi detskiy xonalarimiz bor, ularni ham birma-bir hozir ko'rsatib ketamiz. Hop, bu ikkinchi etajimizda ikki xona detskiy mebellarni tayyorlab berganmiz. Birinchi bu yerga kiraylik. Bu yerimiz qizlar uchun mo'ljallangan, qiz bolalar uchun detskiy. Xo'p, bu yerdan boshlaydigan bo'lsak, bunimiz dars partasi hisoblanadi. Dars qiladi, shu darsga oid narsalarni qo'yadi. Bu yerimiz mana shkaf, ichlari polkalik, tortmalari, vakuum mexanizmda hammasi. Xo'p, keyin buni ham chiroqlari sensor bo'yicha yonadi. Mana shu yerda sensor bor. Bitta bosasiz va o'chadi. Yana bitta bosyapsiz, o'zi yonyapti. Bu tomonimizda ham polkali mana shkaf, taglarida tortmalari bor. Keyin esa bir jup 2 kishiga moslangan spalniyamiz. Bu ham mягкий, xudo xohlasa, matraslari ortoped matras. 3 yildan 5 yilga doğru garantiya beramiz. Shekalariga doğru mягкий. Ko'rib o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Xo'p, bu yerimiz bo'lsa mana shkaf. Bu yeriga uzun kiyimlarni ilish uchun vishilkalarni qo'yib ketganmiz. Bu yerimiz polka. Bunisi tarafimiz ham vishilka. O'zingizlar ko'rib bir qator baho berib qo'ya olasizlar. Bunimiz qizlar xonasi. Navbatdagi esa o'g'il bolalar xonasi, xudo xohlasa. Ana hozirgi yosh kelajaklarga shunday zamonaviy sharoitlar hamma yaratilyapti mana. Shunaqa. Bunisini sveti mo'kri bo'ldi-da buni. Bunisi rangi o'g'il bolalarga moslangan. O'g'il bolalarga moslab rangini o'zi klient bilan maslahatlashgan holatda qilganmiz. Bu ham xuddi shunday mana boshlanishiga kirishdan shkaf qildik. Polkalar, kitob, sumka, shu o'qishga nima kerak bo'lsa soladi, kiyim-kechak bormi. Xudo xolasa chuqurliklari ham keng, ancha ko'p narsa sig'adi. Pastlarida tortma mexanizmlarning ham har biri vakuum mexanizm. Materiallari ham har bittasi NDFdan. Bu yerda laminat yo'q. Xudo xolasa har biri NDFdan. Buni mana o'rtalarida ham shkaf, polkalik. Juda ko'p narsa sig'ib ketadi, xudo xohlasa. To maktabni bitirib, kollejlar, litseylarni bitirib, xudo xohlasa. O'zini xudo xohlasa bolalariga ham yetadi aka. Bu ham xuddi shunday chiroqlari sensorli, shu bitta tugmachani shunday bosishingiz bilan o'chyapti, bosishingiz bilan yonyapti. Bu yerimizda mana shunday shkaf. Undan keyin mana spalniy aka. Spalniy xuddi shu rangi o'g'il bolalarga moslashgan. Bu ham mягкий. Sekalaridan tortib tepa tomoniga doğru mягкий. Matraslarimiz hammasi ortoped matrasdan 5 yildan, 3 yildan 5 yilgacha garantiyasini beryapmiz, xudo xohlasa. Ikki tomonlama, ikki tomonni ham ishlataveradi. Xohlagan tomonni aylantirib ishlataveradi, xudo xohlasa ikki tomonni ham xizmat qiladi. Bundan keyin mana shkaflarimiz. Shkafimiz eshikdan kira olishga mana shunday qilib tepalariga polka, pastiga bo'lsa vishilka ilgani, vishilkada kiyim ilgani joy tashlab ketganmiz uzun kiyimlar uchun. Bu yerimiz polniy polkali, chuqurligi ancha chuqur. Xudo xolasa og'ir yuk ham ko'taradi, ko'p narsa ham sig'adi. Bu yerimiz bo'lsa yana xuddi shunday vishilka uchun joy. Xudo xolasa shu 3 xona yotoqxona-yu bitta kuxonniy mebelini tayyorlab berganmiz bitta xonadonga. Yana kimga shunday mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, mebel xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa,
pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishi mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka uстановка xizmatlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Rahmat katta. Hop, sog' bo'ling. Aytgan vaqtinglar uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aytgan vaqtinglar uchun rozi bo'lib qo'yasizlar. Xudo xohlasa xalq xizmat qilamiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabki uстановка beshlarning keyingisi Xudo xohlasa yana tez kunlarda topshiramiz. Ularni uylarga o'tirib Xudo xohlasa qo'yib boramiz.